Og'zini ayt. Nima bo'ldi? Ha? Ovqat yoqmabdi, dada. Ha? Ovqat yoqmagan bo'lsa, yaxshi qilmagandirsan-da. Bitta urganiga endi yugurib ketaverasanmi? Men ketmadim. Ular meni haydadi, dada. Ha endi sal jahli chiqib, ketsa ketaveradimi? Oshirib yuboryapsiz dadasi. Qizingizga rahmingiz kelmaydimi? Rahmim keladi, lekin oilasi buzilib ketmasin deyapman. Ey, qisqasi, ertaga ertalab uyingga bor. Qo'ng'iroq qil eringga, kechirim so'ra. Tushundingmi? Biror joyi kamayib qolmaydi. Ey, ko'zini yoshini oqizadi. O'zing ketasanmi yo ering keladimi? O'zlari kelarkanlar, dada. Yaxshi. Yaxshi. Endi tinch o'tirgin. Har narsaga yugurib, chopqillab yetib kelavermagin bu yoqqa. Xo'p, dada. Dada nima deyapsiz? Ko'rmayapsizmi ko'zlarini? Ketmaydi chiqaqqa. Sen o'chir. Hali bu uyda hali men o'lganim yo'q. Men o'lsam keyin sen qo'chanchilik qilasan. Tushundingmi? Dada qanaqa qilib bu narsani ko'ra bilib turib, Bo'ldi qil. Aralashma dedim. Bo'ldi qilinglar. Ertalabdan urushmaylik. Men Saidaga hammasini tushuntirdim. Qizim, meni tushun. Men seni yaxshi ko'raman, qizim, lekin agar mabodo oila ajrashib ketadigan bo'lsa, atrofingda begona ko'zlar ko'payadi. Men shunga chidolmayman, qizim. Xo'p, tushundim, dada. Keldi shekilli yo'q. Bor tayyorgarligini ko'r. Xo'p. Men senga ko'rsatib qo'yaman yomonlash, tushundingmi? Men sizni yomonlamadim. Ko'p gapirma, o'tir mashinaga. Orzu shu yerdamisan? Shu yerdaman. Xo'sh, bugun nima ish qilamiz? Dasturlash bo'yicha yangi buyurtma bormi yoki orzu dasturi bo'yicha ishlaymizmi? Orzu dasturi bo'yicha ishlaymiz. Kelishdik. Ish jarayonida yoqtirgan qo'shig'ingni qo'yaymi? Yo'q. Unda hech qanday musiqa eshitmaymiz. Dastur uchun kod yozishni boshla. Men buni umumlashtiraman. Umumiy loyihani amalga oshirish foizini aytor. Seni ishlanmang bo'yicha inson o'zi xohlagan davriga o'tib qolishi murakkab jarayon. Lekin iloji yo'q emas. Faqat aniqlik darajasini hisoblab chiqish kerak. Sen umuman boshqa hayotga tushib qolishing yoki muvozanatni buzib yuborishing mumkin. O'rtacha hisobda mukammal amalga oshishi 3-5% ni tashkil etadi. Aniqlikka e'tibor qarat. Men orzuyimni mukammal skript shaklida olgan. Umuman qat'iyan chetga chiqish bo'lmasin. Tushundim. Yusufjon, Voy. Ishlayotgandim. shu ishing tugaydimi seni? Ovqat suzdim chiqqin. Hozir emas, oyi. Tez chiq. Dadangni jahlini bilasan-a? Xo'p. Eshitding-a gapimni? Ha, eshitdim, hozir chiqaman. Qara lekin chiqmasang. Xo'p. Qaytib kelib o'zim bilaman nima qilishni. Chiq tez. Bo'ldi. Eshitsang-chi mana. Necha marta aytdim, yuravermay orqamdan. Dadam sizga baribir bermaydilar. Keyin sizda ko'nglim yo'q. Mani sevgim ikkalamizga ham yetadi, ishon. Harakat qilyapman-ku. Qanaqa sevgi o'zi? Hayotga real qarasangiz-chi? 25 ga kirdingiz. Nimaga erishdingiz? Kompyuter oldidan turmaysiz-ku? Hammasi bo'ladi, ishon menga. Bilmadim Yusuf aka. Yaxshilab qarash kerak-da. Pul bilan o'lchash yaxshi emas hamma narsani. Menga pulni zarracha muhimligi yo'q. Faqat sizda umuman mas'uliyat, ko'zingizda umuman maqsad ko'rmayapman.
Men buni qila olmayman, ko'rasan hali. To'xta! Qo'yib yuboring. Men dadamga bunaqa qarshi chiqib yura olmayman. Haqqa, o'tir. Ishlarim bor edi. Nima ish? Nima, kompyuter oldida o'tirishni ishlayapsanmi? Buyurtmalar bor-ku, dada. Ha. Shu ertalabdan kechgacha kompyuter oldida o'tirish erkakning ishimi, ha? 25 ga kirdik. Birorta tayinli ishni boshini tutganing yo'q. Bilib olganing shu kompyuter. Dada, bu yaxshi kasb. To'liq o'rganib olsam, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon o'rganib bo'lasan? Nima, 50 ga kirganingdanmi? Qisqasi tuzroq ish topsan top. Bovazana tog'ayni oldiga Rossiyaga jo'nataman. Orzu dasturini ishga tushiramiz. Orzu modeli to'liq yakunlanmadi. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Mani orzuyimni birinchi planga chiqar. Hech narsa o'zgarmasin hayotimda. Faqatgina orzuyim amalga oshsin. Xo'p bo'ladi. Ko'z skanerlanmoqda. Yurak urishini ham tekshiramiz. Barmoq izini qoldiring. Qo'lingizga maxsus qo'lqopni kiyib oling. Orzuyingga erishish yo'lida bir ikkita to'siq bor. Obtasha. Ishonching komilmi? Butunlay obtasha. Buyruq qabul qilindi. Ma'lumot yuklanmoqda. Sizni uyqu rejimga o'tkazamiz. Hammasi o'xshaydi. Hammasi o'xshaydi. Orzu? Nima bo'ldi? Seni dasturing muvaffaqiyatli amalga oshdi. Tabriklayman. Rostdan. Ha, rost. Onani zo'rligini. Xuddi meni orzuyimdagidek-ku. Nega kontaktda hech kim yo'q? Faqat Malika. Orzu? Eshitaman, Yusuf. Men haqimda ma'lumot ber. Yusuf, sen 2000-yilda tug'ilgansan. Dasturlash va IT sohasiga qiziqasan. Klassik musiqani yoqtirasan. To'xta, oilam haqida ma'lumot ber. Hozirgi orzuyingda oila a'zolaring mavjud emas. Hazillashyapsanmi? Oyijon? Keling. Kim kerak? Oyijon, assalomu alaykum. Iye. Sizga kim kerak? Voy. Men Yusufman, oyijon. Siz joydami? Kimsiz o'zi? O'g'lingizmi, oyijon, tanimayapsizmi? Qo'lingiz nariroq turing. Siz manzilda adashdingiz shekilli. Yo'q, adashmadim. Qoch. Oyijon, to'xtang, men Yusufman. Qanaqa o'g'il? Nima deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Oyijon, hazillashmang. Hazil ko'rsatib qo'yaman sizga hozir. Bor ket. Oyijon, to'xtang. Oyijon, oching eshikni. Bor yo'qol. Loyihani ishga tushir. Orqaga qaytamiz. Unda bularning hammasi yo'qoladi. Mashinalar, hashamatli uy, Malikani sevgisi. Bularga qayta erishsak bo'ladi, lekin oilamizga ishonmayman. Qaytganingda hammasi oldingidek bo'lmaydi. Qanaqasiga? Shunchaki hammasini orqaga qaytaradigan kod yoz bo'ldi. Hammasi bunchalik oson emas. Sen reallikni buzding. Buni tovoni bor.
Bu shunchaki oddiy dastur xatosi bo'ldi. Bu safar hech qachon shoshilmasdan hammasini to'g'ri qilamiz. Xo'p, shunday qilamiz. Lekin men seni ogohlantirdim. Ishga tushir dasturi. Unda boshladik.